Alloh rahmat qilsin, Shayx Sodiq Muhammad Yusufning otalari kelgan ekanda hajga 1965-yilda, vallohu alam. O'sha vaqtda kelganlarida Zamzam suvini O'zbekistonga borgan ekanlar. Qanchadan tarqatilgan deb o'ylaysizlar Zamzam suvini? 10 grammdan tarqatishgan ekan. Pensiyaning idishda ziyoratga kelgan odamlarga 10 grammdan berishgan ekan. Shuni Hazratning otalari tarqatib hammaga bersa, bir shogirdlari olib ketib, yana ertasiga qaytib kelgan ekan. Kelib yana Zamzam so'rayotgan ekan. Hazrat, meni bitta duduq kelinim bor edi. Hamma ish qilib ko'rdik. Hamma narsani qilib ko'rdik, lekin tuzalmadi. Kecha siz Zamzam suvini o'sha 10 gramm pensiyaga idishda berganingizni kelinimga berdimda. Kelin Hazrat Muhammad Yusuf Hojdo'da Zamzam suvini olib kelibdilar. Shuni Rasululloh aytganlarki, kim nima niyatda ichsa o'sha bo'ladi deganlar. Dedim, o'sha kelinim tahorat qilib chiqdi. Zamzam suvini shifo bo'lsin deb ichdi. Shundan keyin kelinimdan duduqlik ketdi deganda Hazrat otalari yana bir nechta Zamzam suvini bergan ekanlar. Mana o'sha Zamzam suvi shu bo'ladi.